Mahkam tog'am to'y qilyapti bugun. Xudo xolasa. Aytibdi odam uyqusirab yuribdi. Gapiring. Uxlaganimiz yo'q. Nima bo'lyapti aytdi? Mahkamaga ham to'y qilyaptimi? Shurik. Mahkamaga ham qaytib ishlaydi o'zi. Elektrosetdanmi? Ashilchi odam keldi. Xudo saqlasin. Ustoz, keling. To'ylar muborak bo'lsin. Mahkamaga. Men sizni ko'rmayapman, qayerdasiz? Kesangiz ham ko'rmayman, keling qafam. Akam. Como se faz misturar a ifalia Abdurrahman aka Tirikchilikdan qolyapman-da, o'n tonlik ekizib qo'ying. bo'ldi deyishdi-yu. Yo'q, aka. Mangami bo'pti man. Rahmat. Boshqa Bitta nusxasini bersangiz mayli. voy barakat. Ustoz umri Xotam aka. Sizlar siz o'tadimi ya to'y? Kelinglar, Xotamjon akam. Ha, bular hammasi Shuhrat ordeni olgan, madaniyat va san'at mudofaa sohibi bular. Hammasi unvoni bor. Bilasiz, senda unvon bormi? Bor. Nima unvoning bor? Madaniyat fidokori. Madaniyat va san'at fidokori, yasha. Sizga ko'nglim bezovta bo'lyapti. Aytgingiz kelyapti. Va jiddiy yotib olaman. Borib mahkamga qarang, darrov keladi. Allah kela. Mahkamga borib qarang. Men bu narsa qilib yuboryapman bo'lmasa, Bo'ldi, bemalol. video be. Sağ olinglar. Xudo saqlasin ustoz. Xudo saqlasin. 16 kishini ichiga olib kirishdi. Davronga salomat qo'ying, Davronga. Davron rost bilan. Seriozlik Davronga salom ayting. Davronga salom. Bitta choymanda. O kuni ko'rishgan Oshchilar. O kuni ko'rishdik. Nazari yilishmadi bizni. Alkashlardi nima qilsang. Kim olgan? Ben ulpatman aka. 1 minutga kelasiz. Xudo saqlasin. Yevlaqajon. Xudo saqlasin. Xudo saqlasin aka. Sog' boringizga shukr aka. Bunaqa shirin emas, ko'rgan emas, tinchlik. Shirin. Shirin. Biram shirin emas. Hidi ham yo'q. Hidi ham yo'q. Yo'q, bor sal o'ziga sezilmasa. Voy boringizga shukr. Video ham bor. O'zinikini o'zi xitlamar ekan. Hitlamaydi, hitlamaydi. Bu yigitni taniysizmi? Po'latjon. Akamlar ko'piga o'tirishibdi. Otasi temirchi bo'lgan, shunga Po'lat deb ism qo'yishgan. Familiyam Toshtemirov. Toshtemirov. Avloding bilan bittalikda ekan. Barakat Sog' bo'linglar. sog' bo'lgin, joningiz sog'. Sizni baxtimizga mahkamaga ham sog' bo'lsin. Nimaga endi baxtimiz? Hammamiz baxtimiz. Nima aloqasi bor uni bizning baxtimizga? Ko'rmasak zerikib qolamiz. Qachon? Uni rubob chalishlarni ko'rganmisiz? Ben qo'lda asbob ko'rganman, lekin ruboblikni bilmadim. Yaxshi, yaxshi, mahkam, yaxshi yigit. Sog' bo'lsin. Mahkamdagi yigit yo'q. Yo'q. Mahkam! Mahkam! Mahkama aka. Kel bu yoqqa. O'rtoqda bor edibman. O'rtoqni aytvoraversan. Mahkamchi. Akam deganman. Assalomu alaykum. Endi o'rgatgan olinglar. To'yni buzyapsan. Mahkamaga hozir bo'lardi oldida. To'yni Bitta qo'y. Bitta urgin. Mahkamaga. To'yni buzmayın deyapman. Любой joyda turib beraman. Aka kelib turing hozir. Siz uchun turib beraman. O'tirmaysan. Bitta uring meni. Qat'iy uring. Benim durum. Anlashyapti. O'zi qo'rqyapti. Anlashyapti. O'zinglar rostdan qo'ysan. Qarab tur, xo'rligim Shardasi. xo'rlamaga. Kes keldinda o'shaniki. Paragramma bu qol. Rostdan ko'rsatib. Yo'q, qilaq qilmaydi. Qachongacha paragramma bu? Uka rostdan ko'rsataylik. Ha, rostdan. Jon aka, Rostdan siz shu vaqtgacha
urgis kelmagan. Bugun kelgan ya. Jon aka, xalq qarab turibdi. Jon aka. Rosa kelmagan Solih. Xo'p, Nima mana. qilib so'rayapman? Yo'q. Aka turib beraman. Og'rimaydigan joylarga teping. Bo'ldi, turib bering. Bo'ldi, qochib turinglar. Siz davrani keyinroq qilib olamiz. Aka shahmardonlarda tosh ko'tarib kelgan. Qani polvon bola. Bo'pali. Qani o'rtaga chiqib polvon bola. Ha polvon bola. Ha polvon bola. Polvon bola o'yinlarni ko'rasizlar. Bo'pali. Qani polvon bola. Ana shunaqa. Ha. Ya polvon bola. Ha. Qanday qadam Choptiramiz. Ha polvon bola. Aka. Ustoz. Mana shuni joyidan silsitib qo'yaman, tomosha qilasiz. Ha. Ko'p polvon bola. Ha. Yana. Ha! Ha. O qo'ylar. Ish bo'tgan. Oynan. Mahkam charchab qolmadingmi? Baraka top edi. Bularning hammasiga javob berib yubor endi. Bola ketinglar bo'ldi, osh yedinglarmi? Normallik bo'ldi, yaxshi. Sog' bo'l, bolalaring baxtli bo'lsin, endi bular ham sekin tarqalsin. Ha? Hamma hurmatingni qilib, Po'latjonning hurmatini qilib. Ya endi boshlanyapti. Endi o'zimizda. Ya yo'q. Voy, вообще kerak emas, shularni eshitib o'tirdim hurmatingni. Bitta qo'shiq eshitamiz. Hasanimdan. Hasan kel. Adam bag'dan. Xudo, yana ko'rishamiz. O'tgan safar to'y o'tdi. O'tgan safar to'y turibdi. Qalaysiz? Keling, aka. Charchamasdan keling. Hadamizga Hasan. Zo'r yigit ekan-da. Ovoz yana ham ochildi. Jonli aytasizlarmi? Jonli aytadi. Qani ashulangiz? Usul o'zimdan ketdi. Hali, bitta nima? Ha. Charli. Na Charli. Chaka. Charlin Chaplin chinorga chiqdi. Chinorda chumoli chakagini chaqdi. Chakagi. Shu gaping aqabaqa, sani tepgan toshbaqa. Debdi qo'yon bo'riga. Boshtirishlik ayttirsangiz. So'riga debdi qo'yon bo'riga. O'tirib olib so'riga. Bo'linganni bo'ri yer, ayrilganni ayiq yer. Ey ayiq. Bo'linganni bo'ri yer, ayrilganni ayiq yer. Ey ayiq. Yozilgan bo'lsa kerak. Kuni sig'il yozgan kuni. Joningiz sog' bo'lsin. Sog' aka qalaysiz? Yaxshi yuribsizmi? Ba'zan biz ko'rdim, Orol Mirzani aytguncha shularni aytsangiz. O'zi aytdimi birinchi? Bunda o'ylab qarasam, Farg'onada hamma ishlashchilar ko'zi ochiq ekan o'shancha Orolda. Mayli, bulardaka yo'q bunaqa. Yo'q. Hali hamyak bor, hamyak uyisi chiqadi. Trubочkalarda Pepsi'lar ichib, davani sigaret chekib o'tirgan ekan, kalamush o'tib ko'rib qolibdi-da. Oldiga kelib, men qarab tuvar debdi. Men debdi itga chiqaman. Mushular meni ko'rsa titraydi dedi. Chernobyldan ham tirik kelganman. Hani kema borib cho'kib ketgan Titanik. O'shanda ham men bor edim, tirik kelganman. Lekin obro' yo'qdi. Kim ko'rsa tapichka otadi, kim ko'rsa voy bitib tursin deydi. Nimaga sen qara o'tirishingni, men ahvolimni qara, desali hamyak aytaman. Bratan, sizga respekt, уважуха, hurmat qilaman. Просто reklamangiz yaxshi emas dedi. San'at institutida o'qiganmisan? Arziydi, sizchi?
O'qigan yo'q. Shartta emas. Bu shartta emas. Talant mana xalq ichidan chiqadi. Duo qilaylik bularni Xudo martabasini baland qilsin. Amin. Fayz baraka bersin. Odamlarni kuldirib yurish qanday baxt. Kayfiyatini ko'tarish. Xudoyam ikki toifa odamni yaxshi ko'rdi. G'am tashvishini aritib, ko'nglini xushnud qilgan. Hammamiz ko'nglimiz xushnud bo'ldi. Aziz boshinglar bo'lsin. El yurt tinch bo'lsin. Yangi O'zbekistonga ko'chdik. Sog' bo'linglar. Tarqal. Shunda ayon bo'lmasmikin? Kema degan gap chiqdi. Bir kuni aytdimmi unga? Tush ko'ribman dedim. Yaxshi qanaqa tush ko'ruvdik? Tushdan hajga yurgan ekansan. Sen nima qilayotgan ekanman dedi. Hamma senga tosh otagan ekan. Baxtli bo'lsin. Xudo saqlasin, kuyov bilan kelin baxtli bo'lsin. Shirin shakar o'g'il qiz farzandli ko'rsin. O'zidan ko'paysin. Otasi zo'r yigit, Ahadjonning otasi mahkam. Boshi omon bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsin. Iloyo salomat bo'lsin. Nima deymiz yana? Ota-onamni ham shunchalik maqtamaganman. Sog' bo'ling. Ota-onamni shunchalik maqtab gapirdim. Hazillashyapman, mahkam zo'r yigit. Sizlarga rahmat. Bu og'ayni turpog'ini og'irligini qarang, ketolmayapmiz. Mayli, ilohi sog' bo'lsin, aka qo'sha qarisin. Sari suvdan sag'mondan tushib ketasan-ku. Lag'mon Iso Habib Zanog'ayni. Bunaqa meni ustimda kulmalaring. Jahlim chiqadi. Halitdan qarab turibsan, qo'rqmoq qilyapsan deydi. Men bir kam 96 ga kirdim ekan. Mirzabekni o'zi kelganmikan desam, Sherali hoji ham olib kelgan ekan. Men elektrikman, men-ku. 480 urmaydi meni. Tok urmaydi. Xudo urgan bo'lsa kerak. 480 urmasa. Xudo urmagan ekan. Mayli, bermaysiz. 480. Mahkamboy 5000 so'm berdik, Achavotdan kelganini aytadi. Askachilar yo'q. Kam gap yo'q. Sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Ko'rdingmi mana? Qara yosh bolalarni tarbiya qilib ustoz darajasiga ko'tarilgan. Sen yurishingni qara. Buchi. Ha? Buchi. Shuni aytaman deb yurishingni qara. Tushdim bu yoqqa. Qaysiga shogird tushding? Mahkamaga. Pastiyani turtiydi, qitig'laydigan odatlari bor. Nima bo'ldi? Yo'qmi? Ya, pris bo'lyapti. To'g'ri gap. Joyiga tegmasini aytmaydi deydi. To'g'ri gap. Ishlabaniki yonida dizini ko'rsam, g'ayrat bo'laman-da. Don Kixot bilan sancha kelyapti. Yo'q, to'g'ri gap, 3-4 kun uyga bora olmasa, adat chiqarib oldi. Sog' bo'ling. Nima u odating? Nima odatimmi? Yo, sani odating. Qaysi odat? Men mazza qilaman. Rostdanmi? Bu odati yoshligidan. Yaxshi ko'rgan odamni ushlab ko'rmasa ishonmaydi. Qanaqa bezlar bo'ladi, kelaveradi, turtishadi. Bundan xudo saqlasin. Mana menda borda, o'sha hali qitiqlar bo'lsa, zurriyot bor. Qo'lingni ol. Immunitet. Qitig'im bor ekan. Yaxshi ko'rgan narsasi shu odam. Mirzabek ko'rdingizmi san'atni qudratini, san'atni kuchini, shu bezni ham odam qildigan. Siz buni odam bo'lib o'ylayapsizmi? Ama haqiqiy Po'lat ekan. Raza harakat qilib, egildi sinmadi ammo. Bu to'g'risida kitob yozilgan, Ostrovskiy yozganda Po'lat qanday toblandi? Buni qanday toblaganini mahkam biladi. Ama 20 yildan beri toblayman. Toblanmaydi. Bo'lmaydigani bo'lmasa kam. Lekin Muhammad Azraza toblandi. Bu unamadi. Toblanmayman deb ketdim. Kim? Muhammad Aziz. Muhammad Aziz, Asakali Muhammad Aziz. Qarang sizlarga esi bor odamlar ham ro'para kelar ekanda. Aqli bor. Aqli bor odam. Yaxshi gap. Ketvergan bo'lsa, demak aqli bo'lsa kerak. Aka sadoqatlimiz biz. Itmisan sadoqat. Tan battar sadoqat. Hurmatingiz bor degan bo'ldi. Hali soat 1da Asobi senga ish bor bo'pti. Yo'q, chiqib ketyapman men.
Bu Toshkentga ketyapti bu. O'zim aka mani gapim ikkita qiladi-da, bo'pti demaydi. Ikkita qilib qo'ymaganiga xursandman. Qilolmayapti. O'sha mayli, ishi bor buni. Turkiyaga festivalga ketyapti. Ustoz xudo xohlasa. Ota ko'rlarga yetib Yo, Mambitlarga kelib turaman, shaharlab kelib dedi. Shu mana niyatiga yetdi. Hozir duoni olib Toshkentga ketadi. Bir duo qilayman. 200 minglik. Ustoz, bugun havas qildim sizni. Charchamadingiz, olib charchamadingiz. Ana domla boru shularga qarindoshmisan deyman. Bugun. Bugunchalik. Bugun. Vay. Ya aytmadi polajonim. 200 ber duo qilamansa 100 qo'shing bormay qo'raman. Ustoz, duo qilayman. Yaxshi. Ko'ngildan chiqarib bering. Duo qil. Doim aytasiz-ku. Ben Mumsimli yo'q, mana. Aka, hammani ichida Mirzakam turibdi. Andijonda mehmonlar turibdi. Kevruzga qarab turibdi. Alloh omadingiz bersin, yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Bo'lmang. Alloh barakasini bersin. Ustoz, nima niyat qilgan bo'lsa niyatlaringizga yeting. Ya, aka. Bunchalik qilib Duo qilib bitta duoga bitta nima qilib. Telefon ko'rishamizni yana? Amin. Yüzünüz yorug' bo'lsin. Ollangizga bosh bo'ling. Eko, kelinlar bilan talashib nevaralar ismlarini qo'ydi. Ular bo'lmadi. Shastavi. Buni ismi yo'q. Ashtandashta. Degani shu bo'ladi. Yo'q. Ashtandashta. Shuni olmanglar. Chunki orzu havas bilan necha yil to'planib to'y qildi. Hozir pulni ko'rsa ehson qilibdi deydi. Aytadi. Mahkamaga nima buni faqat ko'kraga qistirish kerak. Oldin eski o'yinchi bo'lgan. Duoni ham chala qildingiz, rosa bosyapti. Amin. Ayt, pul ishlab turibsan. Amin. Siz nariyoqqa turib olasiz. Kamerachi qayerga olasiz? Чувство партнера so'ratgan. Да, конечно. Pul kelishi bilan stress paydo bo'ldi. Какое-то отношенческие промышления, вдруг технические положения, промтоварные наклеждения, вдруг отношенческие укрепления. O'rislarni o'zi ham tushunmaydi buni. Gayri tabiiy. Отношенческий, укрепленский приповорот какой-то, взаимоотношенческий укрепление, вдруг технические положения, промтоварные наклеждения. Ustoz, boringizga shukr. Qarimang. Amin. Hamma havas qilsin. Amin. Havas qilsin. Ilohim, hali onalarimiz duo qilishadi-yu, to'ydan boshing chiqmas. Yo'q. Amin. Faqat yaxshi kun bo'lsin xonadoningizda. Kelib xizmat qiling. Amin. Ilohim, turkalarda, shitlarda turib sizga SMS'lar Aslan yozing. kimlar ol menga o'sha yerda turib. Nechi kiyasiz? Necham kelsa ham kiyaveraman. Lekin aytdim, magazimlari Namanganga to'lib ketdi. Ilohim, kasr shimlarni zo'ridan olib keling. Amin. Palasalari bor, Amin. katta yo'llari. Amin. Ilohim xalqning duosida xizmatda yuring. Amin. Bering tezsiz hamma. Yiyin aka, so'rash qiyin. Ota olsa o'lmagan kim bor bularda? Ko'zingni yumib bor. Boringizga shukr aka. Kasr shuni kelaman deb qo'ydingiz, endi olib kelmaysiz, yech berib qutulasiz. Zo'r ya. Qilgansan-da. Bo'ldimi? Bo'ldi. Hamma bunda qaraganda shekilli biz trotuarlardan ketaversak, jo'ttaga ko'rganlar kim o'tsa mahkam to'y egasi. Ketaverasan nima? Ertaga ijtimoiy tarmoqqa chiqadigan bo'lsa, hamma kuzatuvchilar hayron bo'ladi-da. Alkashdan molla chiqdi deb. Bitta o'zi hammasiga bas kelyapti. Hammasi qilyaptimi? Sabr qilib olmaysizmi? Harakat qildim. Qo'lajon ko'nmadi. Nimaga? Degan to'yda muhudin qildirgan unga olmadi. Siz kirmasiz. Siz dam olsin. Ustoz. Bu aşkiyachilar san nariyoqqa o'tkazsan, retsidivistlarga o'xshaysan. Chiroyli odamlar. Mirzabek, to'yda katta qilgan. Mehmonga qaraydigan alohida kirdi chiqdiga kiradigan ham bor. Zo'rakan odatingiz, kulib yuravering. Mana ahvolni qarang, mana kulib yurardi bu ham. Mana oxiri nima bilan tugadi, ko'rdingizmi?
4 marta kirib turgandan havosini olib qoldi. Na ustozi rozi, na norozi. Ustozdan xursand bo'lmaganman-da. Biladanmi? Ayi, asli. Tushunmaganmi sen aytganim? Men juda roziman-da bulardan. Ulardan rozimisan, sog' bo'l. Ular Turkiyada qolib ketaverdi. Jonim bilan aka. Jonim bilan. Va ana bizni askarchi va qiziqchilarimiz maktabiga prezidentimiz mana shunaqa chiroyli avtomobil berdilar. Prezident sovg'asi deb qo'yibdi mana nasib qilganiga. Shukr iloyim, xudo xolasa. Xizmatda mehnatni ko'rsataveraylik. Bundan ham yaxshi sovg'alarga nasib qilsin. Tegidan shamol o'tib tursin. Yaxshiliklarga minib yuraveringlar. Allohu akbar. Xalq xizmatiga mininglar dedi. Iloyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Oxirgisi bo'lmasin. Bugungi kunda. Bugungi kundanmi? Aziz boshing omon bo'lsin. Aziz umringga Xudoyim yaxshilikni munosib qilsin. Bolalaringga bosh bo'l, zo'r ijodkor bo'l. Bizni kelsak hamma videolarni olib hammaga ko'rsatasan. Iloy salomat bo'l. Umring uzoq bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishing. Assalomu alaykum. Xo'p, ushlashar ekan deysiz, bolajon. Shu turganingiz kerak bizga. Oldi ketdi, bir o'p ketdi deyapsizmi? Ha, o'shaning uchun xuddi buni betiga gapirmasin, ketiga gapiryapti. O'zi beli chatoq bo'ladi ekan. Birpas turib etib, berata darrov qochib qoladi. Tablari nozik, ichiga ham olib qoladi. Bu o'zingga gapirib qo'y, o'zim hijolat olib ketdim. Nimaga? Usta ko'pchilik ichida past ko'rib qo'ydi demasmi? Usta havo olyapti. Joniga orqamda turib qilmang deydi. Keyin o'zim ham hijolat olib yuraman otamjon. Nimaga? Shagitimni ichini ortib qo'ymadim. Oma menga duo qildirmang. Nimaga? Po'lat aytadi, babasi ekan uzoq qilar ekan. O'zim bular o'rganib qoldi. Qo'llaringiz ko'tarilishi bilan qilyapti shekilli. Mamasini hozir uzoq qilyapti degani siz hurmatingiz. 70 yoshda shunchalik qiladi ekanlarni sezib o'tiribmiz. Yarmi ichida qilyapti. Duoni yarmida nima degan gapni bo'lib yordi-da. Bola degan gap bo'lyapti. Yarim ustani og'zida qolib ketdi. Ha, qo'limni ko'tarib lavim pishirganini ko'rdingizmi? Ha, usta qilyapti ekan, o'rasiz. Bolajon, ulardan duo olib ketyapsiz. Ishingiz yursin. Mabodo yurishmaydiganimiz yoshlarga qildirasiz. Ama anchadan basiga quvvati ham qolmabdi shekilli. Og'zidan chiqqani yoqasiga yopishyapti. Po'lat doim bizga duo qildiradi. Bu ham kichkina o'g'ay yo'q, nevara chevarali yo'q qoldi. Po'lat ham o'zi duo qilsa bo'laveradi. Omarasi erinchoq. Po'lat agar duo qilgani ham erinadigan bo'lsangiz ukam bo'lasiz, sizni yaxshi ko'raman. Qo'lingizni ko'tarib turaverasiz, men qilaveraman. Duoni ijobat bo'lsin deb tavakkal jonga qilaylik. Agar duo bilan o'ng'alganda Po'lat o'ng'alib ketadi. Qo'y, tavakkal deb duo qildirmaydi. Nimaga? Tavakkal deb o'zimiz qilaveraylik. Masalan duo qilsin dedim mamdaga. Unamayapti. Nimaga? Bugun faqat xotin akamga qildiraman. Xotin akam ham bizga o'xshab duo qiladi desam, baxt toplab qiladi. Qayerdan bildilar? Har chorshanba qilish. Otamjon ichimizda aziz yigitlardan. Otamjonga duo qildirib olinglar. Otamjon respublika miqyosida katta piri komil ustozlarni oldida rosa o'tirgan. O'shaning uchun meni ko'rsa-yu, ustozlarni oldi ko'rinadi. Oldi ko'rgan bo'lsa xursand bo'lib yura olmaysizmi? Ko'rganman deb. Ha, Po'latjon, uchun o'rtasida salomon bo'ldingiz. Aytdim-ku, bular yoshlarga qildiradi faqat. Endi yoshlar duosini olsam kam bo'lmaydi deyapti. To'g'ri aytdi. Bizgina ham olib qo'yavering. Anjanda Po'lat to'g'risi duv gap. Telefonda ko'rib xalqqa tarqatib gapiradiganlar bor ekan. Bugun ham Po'lat akam rosa mos qilibdi deydi. Ko'ngilda qarang, biz yoshlarga ham olib qo'ying deydi. Bu Mahmud akalasi bizni duomizda turibdi. Buni qilganiga o'ylayman. Bularni duosi zo'r tegadi. Ekon orqasida biz ikkovimiz turibmiz-da. Tavba qildim, he. Bizniki tegmayapti. Eskilarda gapi bor, beshida yotgan
Go'dada ham duo bor dedi. Ana. Siz u gapni qaytib gapirmang. Nimaga? Bir amatda Po'latga ham qildirib qo'yaring. Hani Marg'ilonga keldi-ku. Marg'ilonga. Behruzbek, Muhammad Sidiq akam, Hotam akamga aytdilar. Bir narsa qilib beringlar dedi, nima qilamiz? deb Muhammad Sidiq akam Hotam akamdan so'radi. Desa osonroq it urishtirib qo'ya olamiz dedi bular. Davr ekanda, Xudo rahmat Muhammad Sidiq akam hayotligida quloq chopardik dedi. O'zi duoga tushdi shu yerda. Yo'q, mavzuni o'zgartirdim. Mavzuni yo'q. Mahmudjonning shunaqa beli bor. Duoga ham it deydi. Ya bunu qo'y. Endi ko'rishim to'ba qildim. Askiyada o'liydi. Yo, Mahmudjonning shunaqa beli bor. Tez biznikini o'zgartirib turadi. Qanadan beri hamma to'planib olib Po'lat duo qilishyapti. Apolni nariyoqqa o'tyapti. Bir chekkaga o'tirib pishirib qiladi. Ha desam, o'zim qilyapman. Ama qoyil qolish kerak. Qoyil qolish kerak. Anshir aka umri uzoq bo'lsin. Ikki orasida qolmay o'tirganmiz. Askarni ham yitirinchi qilarmiz. Men senga aytganman, kam bo'lmaysan, men buni yursang, ittikini ham ko'rsataman. Voy, ikkita ko'rsataman degani yo'q. Men buni yursam, men ko'rgan narsalar ko'rasan sen. Mahmudjon unaqa bundan keyin sizga nasihatim, Mansurbekka gap qaytarmang. Shunchalik bo'lgan ishi bu bola ustingizda chakan ishladimi? Hay. Ama dillariga olmaydi. Chicha dilla og'risa deb qo'yadi. Dillariga olmaganini ichiga olib qo'yarkan. Bo'lmasa, esi bo'lsa, aqli farosati bo'lmasa, bu duoga millasham itdan talqaydi. Babasida qayga. Gapay odamjon. Bir ish qilmaylikmi? Nima qilaylik? Mansur akam o'rniga o'tkazib o'rtamizga. Bir ikki kunini ko'rsatib. Mavlono hammaga gapiraveradi. Ikki kishi Mahmudjonni o'rtaga olishverdi deb. Ada ko'rganlar ham aytadi-da. Odam qurib ketgan, bari it yeb qanagan. Ama ko'rganlar ham hayron qoladi. Tavba qildim, ikkita it kelibdi qanchaga. Kimda turganini aytyapti. Endi mahkam Askar uylayapti. Siz aytgansiz. To'y qilganda biz kelardik. Endi ko'lagar bular keldi-da. Behruzbek, siz aytyapti deydi. Millati askiyaga reviziya ham keldi. Kuyon akaga bular keldi dedingizmi? Hakamjon bizga ham aytganda. Juda shashqara bola ekansiz. 3-4 marta duo qildi. Kelguchi ham shashib ketar ekan. Oma kelgandan keyin baqiraverar ekan, keldi. Ama lekin Qayga borsa Hotam akam ham Muhammad akam muhudundan biz chetdanmiz deydi. Mendan so'raydi. Qayerdan bo'ladi desa, otasini teyni yo'q, jen teyni bo'ladimi deydi. ama revizorligini aytib taqildi. Revizorligini aytib taqildi. Nimaga? Hech kim bilmasdi. Siz kazyollik qilib qo'ydingiz. Men sizga 100 marta aytaman Hotamjon. Mahmudjonni oldida har xil gap gapirmang. Ba'da haqlar og'ichqa orqadan sotib qo'yadi. Men dano bilganman. Mahmud akamning og'zida bir narsa turmaydi ekan. Lekin muhudunda qoyil qolish kerak. Juda mahkam, og'ziga oldimi chiqarmaydi. Ama har qancha sir bo'lsa ishlarni aytsa bo'laveradi. Ishonchli ichiga yutadi. Ama bitta odati bor. Qanaqa? Jicha uyatchay. Bexosdan og'zidan chiqarib qolib, sirazi tilini tishlab qoladi. O'rtoqlar, Hotam aka, o'ylashib gapiringlar. Ichimizda kazyol bor. Endi ko'rishim echkini it boqib yurgan. Rahmaylagin yorim, kel ketsin dillar g'uborna. Allohga aytay zorim, shoshmay turgin ayyorim. Aytgin, senga nimam yoqmaydi. Po'latga aytay zorim, shoshmay turgin ayyorim. Aytgin, senga nimam yoqmaydi. Bir kelib ketmay
Gelsin. Beni ne? Beni ne? Sizin Süpermen yaptı. Oyuncu zanneyi Türkiye'ye varmaya gelmedi.